Assalomu alaykum qadrdonlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Meva payvandlasak, ya'ni ko'hlamaydi, ya'ni ko'hlamadi degan savollar bo'ladi. Mana payvandlangan. Mana to'g'ri ularga nima ko'hlamayapti? Ya'ni to'g'ri payvandladik, nima ko'hlamayapti degan savolga javob. Mana payvandlangan to'g'ri, muammo yo'q. Faqatgina ko'hlash uchun birinchidan misol mana shu bo'ladigan bo'lsa, misol bu neto'yin mayli shu deb hisoblanadigan bo'lsa, bu joydan emas, mana bu joydan ulash kerak. Payvandlarni mana bu joydan. Keyin mana u masalan baydan ulangan taqdirda ham mana yonidan chiqqan mana shu nechta shox bo'lsa, bitta qo'ymay olib tashlab turish kerak. Buni ko'hlatmaslik kerak. O'shanda hamma suv mana bu joyga keladi. Shuni ko'hlaydi. Mana misol uchun payvandlanadigan mana bunga payvandlasa bo'ladi. Keyin kattani chiqarib tashlanadi. Payvandlaganda mana bu joydan olinadi. Mana aytib 15 sm, yo 10 sm, 15 sm bo'ldi. Mana shu joydan olingandan keyin mana yonidan chiqadigan, chiqmoqchi bo'lgan, chiqqan narsalar bitta qo'ymay olib tashlash kerak. Zo'r ketadi. Noto'g'ri payvandlangan mana. Buni pastdan payvandlash kerak edi mana bu joydan. Bu mana bu joydan payvandlangan, mana o'zoradan ko'rsatdim. Shunaqa holat. E'tibor uchun rahmat, qadrdonlar. Qanaqa savol bo'lsa, qo'ldan kelgancha o'zimiz bilgancha javob berishga harakat qilamiz. Rahmat.